I just can't get you out of my head. Girl, your loving is all I think about. I just can't get you out of my head. Girl, it's Ferka, keldingmi? O'zimni uyimda ozgina qo'rqdim va tezda sen uyingga kelishga qaror qildim. Ahvoling yaxshimi? Ha, super. Sen bilan gaplashganimizga 5 daqiqa bo'ldi. Nima, teleport qilib keldingmi? Sen buni ko'rganingda edi. Bu juda g'alati narsa edi. Ha, mayli. Men juda tez kelganim uchun ancha chanqaganman. Tezroq suv ber. Sekiroq to'kib ichyapsan. Yana tinchlan, o'tirib ol. Tushunishimcha ozgina emas, yaxshigina qo'rqqanga o'xshaysan. Yo'q, aslida mendan qo'rqish kerak. Suv ber yana. Ha, sendan qo'rqish kerak. Uyimdagi suvni tugatib qo'yishing mumkin. O, dahshat, suv qolmabdi-ku. Juda ham ko'p suv ichyapsan, o'zi aslida. Alo. O haliyam qarshimda turibdi. Men juda qo'rqib ketyapman. Nima qilishim kerak? Yozuvlarni o'qi. Nima qilishim kerak? Alo. Menga yana suv ber. Meni suv ichkim kelyapti. Men suv ichaman. Menga suv ber. Biror nima yemaysanmi? Voy, tushunmadim. Mashinamga xizmat qilmadim hech qilib. Oy, yurmaydi degan emas. Hisob bersin sizga ham o'zi. Oy, ishlamaydi, lekin dastlabki tirikchilik aybi yo'q-ku. Yana kech qolib yuribsanmi? Tezroq olib borib ber, nogiron. Yigitni omadi bilan o'ynash bo'ladimi? Xudo insof bersin sizga. Oyoqni ko'targanlar. Jonga tegding, yanasanmi? O nogiron, olaravini chetroq. O'ng qo'l qoidasi mani yo'lim-ku. Kaptivada o'tirib olib. O'ng qo'l qoidasi mani yo'lim. Arava deng, bilmasangiz bilib. Oyoqni shalaqit ko'taryapti. Qo'y, bu yo'l sizdan ham, mendan ham oldin bo'lgan. Sizdan ham, mendan ham keyin qoladi. To'xtang, nima demoqchi bo'layotganingizni bilmayman. Sizdan oldin o'zim aytaman. Tushunmadim. Voy, onasini videosi bor, bunday qiladi. Notiki, o'tib hozir. Daysin bor. O parosatingiz bor, men kulguga zo'rlashib ko'raman, mishat qo'yat. Muomalaga gapir, просто men hisoblamoqchiman-da, aytmoqchiman. Kambag'al. Assalomu alaykum. Sizga o'zim qarab o'rsam bo'ladimi? Hozir ko'ringchi, nima bilan band kellar. Qani, siz kulguga ko'rayotgan ekansiz. Men ham kulsam bo'ladimi? Bo'ladi bo'lsin. Bu nima ko'ryapsiz? Nima unaqa nepravильный bo'lib turibsan? Hali vaqtingiz. O qanaqa vaqting? Men do'lab olgan ekan. Mechikka borganmisan? Fatanga baqirganmisan? 01 Toshkentligida. Tanga vashchi desa bo'ladi. Yo, mamo, meniki bo'lasan. Yo, короче, o'zingdan kimni yasavording? Sani chuchak ishlashsamchi. Evsan lavash? Ichilgan ko'la? Mejikni fantangisi meni baqiraman. Bo'ladimi? Yur o'g'lim. Assalomu alaykum o'rtoq. Nexel do'konimga xush kelibsan. Qaysi shamolni uchirdi? Shu desang o'rtoq, kambag'alchilik qilsa, hozir sharoit bo'lmayotgan ekan. O'g'limga maktab bozorlik qilib bermoqchi edim. Ronaldolik kundalik olib beradi. Xo'p, olib beraman hozir. Amakindan 1-2 so'm olaylik. Ha, bo'lmagin og'ayni, sendagi gadayvotchilar ham ko'payib ketdi. Hamma pul оборотda, puli yo'q, короче. Ay! Nima bo'ldi? Shumi vaqtdan qiyomatli do'stlar. Nexel sifatli do'kon ishlayman degan otam infar qilish kerak degan emas-ku. To'g'ri, Stevan Dyson Deloni mahsulotlarini Sizga men bilmadim, bilganku o'zim tushardim, to'g'risi. Yo'q,
Voy, Adajon, nima qilyapsiz? Yaxshi keldingizmi, kelin? O'zimga choy poqim nonushta hammada. Voy, Adajon, o'zimga yetsangiz o'zim damlab berardim. Bu choy yoki o'g'lingiz chiqib urush berishini xohladingizmi? Men ne adamga choy damlab bermading deb. Nima deganingiz kelin? Bitta choyga ovora qilamanmi? Suv qaynab turgan ekan, lopida damlab oldim. Non bilan o'zim ham ko'p narsa yemayman. Bitta non bilan choy ichsam bo'ldi, hammada. Voy, oyog'im, qo'ydi, voy, dod, nima qildingiz? Oyog'im og'riyapti, oyog'im. Nimalar bo'lyapti bu yerda? Oyog'im. Kelin hech nima qilmadim o'zingizga. Kelin qo'li anaqa qilib pelanchur o'ribdi. Voy, Adajon, ne aldingiz? O'zingiz otdingiz oyog'imga qo'ysin deb. Dadajon, hammasi jonimga tegib ketdi. Sizni dastingizdan tinchlik bormi? Yur, o'zim mas-mas surib qo'yaman. Xo'p. Yo'q. Agarda anomaliya izlovchi kompasni olganingda bilib bo'larding. Menga muammo kerak emas. Meni qayerdaligimni aniqlab ber. Turkiston Building qurilish obyekti aytgancha, meni ham qurilish sohasida 5-6 yillik tajribam bor, ma'lumot uchun. O'zing kechagina maktabni tugatgan bo'lsang, men sendan Legodan uy qurish tajribangni so'ramayapman. Ma'lumot ber. Men qayerdaman? Tayyor sotiladigan uylardaman. Ha, hali qurilish ishlari olib borilyapti. Lekin bu yerda hech kimni ko'rmayapman. Tunda hech kim ishlamaydi, ozgina million ishlaydi. Keyin esa faqatgina Kim bo'l, bu yerga kimdir keldi. Qiziq, kim bo'lishi mumkin? Kelishuvga ko'ra buyurtmachi tovarni ertaga olib ketish kerak. Turkiston Buildingni ideal qurishayotgan ekan, har narsaga chalg'ima vaziyat haqida gapir. Aytsam ishonmaysan. Nimani ko'ryapsan? Gapir. O'zimni ko'ryapman. Nima? Tushunursan. Bu yana 47-anomaliya bo'lishi mumkin. U hozir nima qilyapti? Mashinadan qanaqa qilib tushib kelgan bo'lsam, xuddi o'shanaqa qilib kelyapti. Seni bir daqiqa avvalgi harakatlaringni takrorlayaptimi? Ha. Unaqada qoch yo'ldan, seni to'padi. Baqirma. Boyatdan beri bak, o'tiraylik, to'rtta chaqchaq qilaylik, bilan u yoqda gapirib, yoqda gapirib. Yaxshi ketganda. Men unaqa gaplashyapman. Ne unaqa gapirasiz? Boshqa kelmayman deb Meni boshqalarga ishim yo'qmi? Hozir qayerdasan? Men yer osti yo'ldan ketyapman. Kompasga qarashi ushlayaptimi? Yo'q, hozircha Turkiston Building qurgan uylarda mustahkam qimirlamay turibdi. Reklama. Unaqada qo'rqma, buyurtmani manzilga yetkazdi, tez ortingga qayt. To'g'rimdan kimdir kelyapti. Menimcha uni ham qo'lida menikiga o'xshash buyurtma bo'lsa kerak. Yo'q, bu hududda faqat biz ishlaymiz. Oddiy yo'lovchi. Xayrli kech, janob. G'alati, u menga javob bermadi. Kuni yomon o'tgan bo'lsa kerak-da. Menikini aytmasa ham bo'ladi. To'xta, men yer osti yo'liga tushayotganmidim yoki chiqayotganmidim? Nima, uchinchi ko'zim bormi? Seni ko'rib tursam? Yana nimadir xato ketyapti. Kompasga qara, ishlayaptimi? Yo'q, demak u yerdan zudlik bilan chiqishing kerak. Men yana qayta kirish yo'lagidan paydo bo'lyapman. Bu yerdan chiqib keta olmayapman. Orqaga qaytib ko'rchi, balki o'sha yerdan chiqib ketarsan. Yo'q, men bu yerda qamalib qoldim menimcha. Haligi odam. Balki sen vaqt ichida qolib ketgandirsan. Men yer osti yo'lda qolib ketdim. Agar sen aytganday bo'lsa, aloqa uzilishi kerak edi. Alo. Jinursa, aloqa uzildi. Aloqani tiklashga harakat qiling. Jinursa, nima men kinodamanmi? La'nati, mendan nima xohlaysan o'zi? Холодильникda meni ham rolton yigit. 7 ta pomidor. Tatkim g'omdoshdi. Kechasi ochadi bu haromiyam. Kechasi qo'rim. Mana qara rolton yeyim kerakdi meni ham. Rolton. Ya astagfir. Ya tavba. Bo'ldi, to'ydi xonim. Rahmat, tenjoningni sog' bo'lsin. Qondim ham rosa to'ydi-ye. O'zi ochmagan ekan xonim. Suv bezgaz. Faqat suv. Chunki men uyda qaynatilgan tuxum yeb keldim. Siz biluvdingiz, biz bilan kelishimiz ana. Chunki siz xohlagan narsangizni zakaz qila olishingiz uchun.
Да, men siz aldaganingizda men Nexelda xo'jayin emasman. Men oddiy qurol bo'lib ishlayman. Menga уже ketishim kerak. Voy to'xtang. Xuddi to'lab ket. Yo'q. Meni momam 115 yoshgacha yashagan. Quruq suv ichibmi? Yo'q, odamlarning ishini aralashmaydi.